Demak, o'quvchilar 41-masalani javoblarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni savollar bizga topshiriq berilgan. Topshiriq. Glyukoza to'liq parchalanish natijasida ajralgan jami energiya miqdorini hisoblang. To'liq parchalangan molekulalar miqdori 2 dan tashkil etadi. Har biridan 2800 kilojoule energiya ajraladigan bo'lsa, 5600 kilojoule energiya ajralgan. B savol. Xloroplastda sintezlangan ATFlar hisobiga jami necha molekula glyukoza sintez qilish mumkin? Sintezlangan ATFlar hisobiga sintezlangan jami ATFlar miqdori 2160 bu yerda yozganmiz. 2160 da har bir glyukoza sintezi uchun 18 ta ATF sintezlanishini hisobga olsak, ATFdan 18 ta ketishini hisobga olsak, 2160 da 18 ga bo'lib qo'yamiz. 120 ta glyukoza demak hosil qilish mumkin. C. Dissimilyatsiya jarayonida jami qancha suv ajralgan? Dissimilyatsiya jarayonida bizda to'liq parchalangan glyukozalar 2 ta. Bitta molekula parchalanganda umumiy 44 ta suv hosil bo'ladi. Proporsiya ishlaymiz. Agar bittada 44 ta hosil bo'lsa, ikkitada 88 ta hosil bo'ladi. Ya'ni suv miqdori to'la parchalanganda 88 ta. Chala parchalanganda bitta glyukoza parchalanganda 2 ta hosil bo'ladi. Shunda bizda 3 ta glyukoza parchalanganda hisobga olsak, har biridan 2 molekula suv hosil bo'lsa, 3 ni 2 ga ko'paytirib olsak, 6 molekula H2O bo'ladi. Demak, umumiy javob ikkalasini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni 88 qo'shilgan 6 94 molekula H2O deb hisoblanadi.